Hammaga avvalambor assalomu alaykum. Biz kecha oxirigacha tugatib qo'ymagan joylarimiz bor edi. Hop, men sizlarga faqat bitta turda matras yasashni ko'rsatdim. Xolos hozir ikkinchi turini ham ko'rib chiqamiz. Ya'ni mana bunaqa. Ham yarmi tikilingan ko'rayotgan edik, yarim bu yerda bukilingan holatdagi matras, ya'ni matras ustiga ko'rpa. Hop, buni sizlar bilan xudo xolos ko'rib chiqamiz. Undan oldin matras o'zini ham yasashni ko'rib chiqamiz, ikkinchi xil usulini. Tezroq bo'ladigan inshaalloh. Hop, buning uchun bizga bitta balon kaysa olishimiz kerak bo'ladi. Masalan, mana shuni olaylik. Ichiga rectangle plane chiza olaman. Plane yo rectangle box farqi yo'q. Hop, segmentlarni kamroq qilib beramiz. Sal teparoq ko'taramiz buni. Rangini ham qora qilmay, sol shunaqa rang qilib qo'yib. Hop, bunga shell beramiz. Sol 15 cm. Lekin undan ham ko'proq mana 15 ga bundan qo'yamiz. 25 qilaylik mana shuni. 25 cm li mana bunaqa to'rtburchak chizib oldik. Box oddiy. Hop. Chamfer beramiz bunga. Chamfer. Hop. 15 cm, 90 cm, 2 cm. 9 cm bersak, menimcha to'g'ri bo'lishi kerak. Hop, segmentlarni ko'proq beraveraman mana. Ko'rayotgan ekan, holat ko'p oldim. O'rtalarida ham qovurg'alar paydo bo'lishi uchun men bitta ko'p qilib beraveraman. Turbosimizni mana keyin export selected qilib marvelous olib kira olamiz. Matras o'zi bo'ladi bitta hozir. Keyingi videoda xudo xolisa o'sha matras ustiga ko'rpani o'sha g'ijimlangan, ya'ni taxlangan ko'rpani ko'rib chiqamiz. New import objects matras avatar okay. Avatarimiz mana shu sahnaga. Hop, buni ustida endi bitta oddiy to'rtburchak chizib olamiz. O'lchami hozir 175 ga 190. Hop, 175 ga 190 lik to'rtburchak chizib olamiz. 175 190. Okay. 90 gradusga aylantirib olamiz buni. Obyektiviga olib kelamiz. Simulyatsiyani bosamiz mana. Mana holatga kelib, hop, Ctrl Z. Hozir simulyatsiyani boshdan qiladigan ham ishimiz bor. Bu ishimizni mana atrofini o'stirib olishimiz kerak. Yana bundan oldingi safardagidek offset pattern outline, hop, unfilled corner. 15 cm. Okay, mana 15 emas, necha edi? O'sha balandligi 30 cm edi. O'sha 30 cm ga outline beraveramiz. 30 cm. Okay. Simulyatsiyani bosamiz. Hamda bo'ldi mana. Hop, mana burchaklarni tikib chiqamiz endi. Tikib chiqdik. Hop, endi past tomonini tikmaymiz-da. Past tomonini ham elastik degan komanda bilan hal qilamiz. Ya'ni ham bu past qovurg'alarni o'zini belgilab mana. Eslarda bu bor, o'sha birinchi bo'limda o'tgandik buni. Hop. Qovurg'ani o'zini belgiladik. Nima o'xshamayapti? Plastik yoqdik mana. Simulyatsiyani bosamiz.
Bunday holatda ham mana asosiy bo'ladi. Muammolasiz. Hop, ikkinchi usuli, misol yasashi, bunaqa usulda ko'p bo'lishi ham mumkin. Misol mana kamaytiradigan bo'lsak, misol 90 ga 90 desam, mana bu sklatkalar kamayadi. Yoki aksincha, misol ko'paytiradigan bo'lsak, sklatkalar ko'payadi. Misol 120 ga. Hop, sal ko'payib ketib qoldi. Test skrin chiqib ketib qoldi. 90 bo'lsa 100 deydi. 100 ga. Hop. Sal uzunroq ham bo'libdi menimcha. 100 ga 100 mana. Material turini almashtirib ko'rasizlar. Hozir fabrikda presetda misol hozir hech narsa berilmaganda o'xshash sizlarga ham presetimni tashlab beraman. Mana bunda ham sklatkalar ko'p ancha. Material lekin yengil juda. Hop, pressure misol minusga beradigan bo'lsangiz, -5, -10 qilib narsalarda battar yopish boshlaydi. Buni ham chegarasi bor. Hop, hozir mana bu o'rg'alarga keladigan bo'lsak, elastik yoqqanlarimizga strength kattalashtiramiz. Rationi kuchaytiramiz. Misol 70 ga mana, 60 ga. Simulyatsiyani endi bosadigan bo'lsangiz, bu narsa bizga holatga keldi. Pressure o'chirib qo'yaman. Keyin mana musbatga beraman mana. Musbatga berib turib tashlavoramiz yana. Bu presetimizda mana umuman boshqacha natijaga erishilindi ko'rayotganlaringiz. Hop, presetlarni almashtirib, har xil modellarning asosiylari bo'ladi. Bitta shu matoni o'zidan. Hop, featherweightga o'tamiz. Hop, hozir hamma qo'rg'alarni belgilab turib, bularga hammasiga elastik yoqaman. Stick. 30. Mana 80 deymiz buni. Hop. Yuzga 100. Chekkalarda mana bunaqa choklar paydo bo'lishi boshlaydi mana ko'rayotganlaringiz. O'zim sklatkalar. Hop, bular kamlik qiladigan bo'lsa, qo'lda ham ko'paytirsanglar bo'ladi mana. Mana chekkasini o'zidan hisobga rosib chiqadigan bo'lsanglar. Faqat bitta ikkita qilib qo'ymanglar. Mana misol size kattaroq berib turib, hardness kamaytirib, bunday rosib chiqsanglar mana. O'sha o'zingizga kerak bo'lgan joylarda olinish kutilgan choklarni olishingiz mumkin bo'ladi. Masalan, oldiga, o'rtasiga misol hardness kattalashtirib, bunday ochadigan bo'lsak, odam yotganga o'xshagan narsa qilsanglar bo'ladi mana. Sal o'ngga chapga surib boshqa qilib. Menga bular sal hozir ortiqcharoq. Umuman olganda qoldirsam ham bo'ladi mana. Ani kamaytiradigan bo'lsam, misol bu mana bitta kengaygan joylari qoladi, saqlanib qoladi, o'zini ushlaydi. Mana. Ozgincha mana bunaqa sklatkalar paydo bo'ldi. Hop, umuman olganda, xudo xolasa mana shu bunaqa edi, ikkinchi yo'l edi, elastik yordamida buni yasab olish. Hop, bundan boshqa yo'llarini xudo xolasa ko'rsatib ketaman sizlarga. Hop, keyingi videolarda ko'rishguncha xayr salomat bo'linglar.